أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sağdaşımız bugün dersimizdeki birinci babı ilmul maanininki ikinci faslisi ahval el-musnad ileyhi geldik. Biz dersimizde başlaştığın ilgili ötken derslerini bir qor qısqacha takrorlab o'tish to'g'ri keladi. Yeni biz dersimizning başida fasahat ve balag'at haqida to'xtalib, fasahat so'zlarda topiladi ve cümlelerde topiladi. So'zlar topiladigan fasahatning sharti shu so'zda tanafrul huruf bo'lmasligi, muhalafatul qiyas bo'lmasligi, g'arabat bo'lmasligi kerak. Kalamda topiladigan fasahatning sharti shu kalamda, ya'ni shu jumlada tanafrul kalimat, da'fut ta'rif ve ta'qib labziy olsun yoki ma'ni olsun topilmasligi kerak deb fasahat to'g'riliq va shu xil shaklda so'zlagan. Endi balog'at kelgan vaqtimizda balog'at cümlede tepiladi ve mutakallimda tepiladi. Cümledeki balag'at degan nima bo'lsa, jumla oldi bilan fasahatli qilishlar birga halning taqozosiga mos shaklda, mos uslubda tuzilgan bo'lishi kerak deb fasahat balog'at haqidagi tushunchamizni oxirlashtirgan. Ondan keyin biz fasahat balog'atning tushunchasidan chiqqan mazmunlarga ko'ra bizning balog'at penini özleştirishimiz uchun kam bo'lgan ikki mazmun asas o'ringa chiqqan. Ya'ni birisi ma'ni, yani birisi nima? Bayon. Bu haqda biz ilgari so'zlab o'tgan. Shunday bilan kitobimizni asosiy cho'ng jihatdan ilmul ma'ni va ilmul bayon deb ikkiga bo'lib oldik. Ilmul ma'ni asosli jumlaningki qurilmalarining ifodalaydigan ma'ni ifodalarini tadqiq qiladigan bo'lg'achqa jumlalarning qurilmasining umumiy tuzilish ahvoliga qarab turib ilmu ma'anini 8 turga bo'lgan to'q. Birinchisi isnodning ahvoli haqida so'zlagan. Isnodning ahvoliga kelib, isnod degan musnad bilan musnadning o'rtasidagi aloqa, musnadning musnadga bog'lanish va o'rtadan chiqadigan ma'no, uqum deb tushuntirishdik. Bu uqum asosiy ikki cho'ng turga bo'linadi. Birisi foydatul xabar, ya'ni birisi lozim foydatul xabar. Undan keyin shu uqum, ya'ni shu isnod musnadla musnadning munosabatiningki haqiqiy bo'lishiga qarab turib haqiqati aqli yoki ko'chma shaklda bo'lishiga qarab turib majozi aqli deb ikkiga bo'lgan bo'ldik va boshqa munosabatlik mazmunlarni so'zlab tugatgan. Endi bugungi darsimiz dal ilmul ma'anini biz 8 turga bo'lgan 8 turining ikkinchi turi ahval al-musnad ilay. Musnad sizlar biz tushunganimizdek mayli cümle ismiye olsun ya ki cümle fiiliye olsun cümlenin iki kısmı hemmisi musnad hesaplanır. Mesela mubtada haberdeki mubtada, fil faildeki fail, andinkin fil naib faildeki naib fail ve mujnundan tarqalgan bütün cümle şekillerindeki iki böleklerin hemmisi musnad. Mesela isim haberlik cümle inne ve innenin hemralarının kirgen cümlede innenin ismisi kana kirgen cümlede kanının ismisi. Demek mubtada haberden, fil failden şekillengen bütün cümle konularının hemmesindeki iki bölek biz o nazarimizde musnad oldu. Musnadga münasebetlik bir qancha xil ahvollar va mush ahvollarning hammasi shu jumla böleklerining hammasiga o'rtaq. Yani qandaqdir musnad desak, mubtadaga xos bo'lib qoladigan yoki failga xos bo'lib qoladigan ish yo'q. Mush taraqqiy qilgan bütün cümle şekillerindeki igi bilek, yani musnad bilek, cümlenin mazmunining igisi bo'lgan bilekning hammasi mushu musnadning tahtida. Maqsad mushu musnadning ahvoliga munosabatli so'zlagan bütün o'zbeklarning hammasi shu bileklarning hammasiga, shu qurilmalarning hammasiga am bo'ladi. Şumaş abdur bir adatı musnad deb bo'lib va men holini musnadning qatoridan xabar bo'lgan mubtada xabardagi mubtada va fil faildagi fa'il va fil naib faildagi naib fa'il qatorliqlar deb mana eskartib qo'ydi. Ya'ni biz texnik kengaytib eskartimiz jumlada igi xarakterdagi narsalarning hammasi degudek, igi xarakterdagi narsalarning bilaklarning hammasi degudek musnadning ahvoli. Endi balog'atda, ilmul ma'anida bo'lib mushu faslimizda so'zlaydigan mazmunlar, ahvollar birisi igi bilaklarning tashlanishi, birisi zikr qilinishi, ma'rifi shaklda keltirilishi, nakir shaklda keltirilishi, sifat bo'lib kelish, sifatlash, ta'kidlash, tafsir qilish, bayon, almashtirishni badal ilish,
atfi şekilde keltirish, pasli şekilde keltirish, taqdim, ta'xir qatorliq jumlada bo'ladigan butun o'zgarishlarninki maqsadi nima? Ifodalaydigan roli nima? Ma'nosi nima deganlarni oddiy misollar bilan so'zlab o'tamiz. Xulos biz birinchidan hazfuhu degan o'ringa kelaylik. Ana biz hazfuhu kirishdan ilgari nahvida o'qigan, grammatikada o'qigan jumla shakllaridagi ba'zi tashlash ahvollarini bir eslab o'tsak bo'ladi. Hammalar bilamiz, mubtada xabar o'qiylik, mayli fe'l fa'il o'qiylik yoki inning ismi kanning xabar o'qiylik. Qanday shaklda bir jumla o'qisak, biz jumlalarda normalda jumlaning mobiligini tashlashga bo'ladi. Ma cümleni taşlasan buludu, mayada taşlaş vacip deyendek bir xil qoidalarni uçurtumuz. Taşlaşның ba'zi vacip şekilde, ba'zi nima şekilde, caiz şekilde aldığımız uçuraydı. Endi taşlaşni umumiy jihatdan bunda bir nazar tashlab mulohiza qilganimizda zodi tashlangan bilaklarning hammasida taşlanğanlığını ifadelaydigan bir qarina ketadi. Şuna grammatik kitobning hammasida aynda vujudi qarina yoki li qarinatin degandek bir gaplar bor. Yoki li dalilin yadullu ala hazfihi degandek bir gaplar bor. Çoğun bir danım bor, delil bo'ladi. Masalan, ba'zi delillar i'robiy shaklda chiqadigan delillar bo'ladi. Masalan, ahla va sahlanning oldida fil tashlanganligiga ahla va sahlanning nisbiy ekanligiga dalil, shukronning oldidagi ashkuruningki tashlanganligiga zo'r qilganligiga dalil. Masalan, ba'zi delillar ma'no orqali bilinadigan delillar bo'ladi. Manul qodim desa, Muhammad qodimdagi qodimning tashlanganligiga hamda ma'no uqumi nima dalil. Demak, mayli nim bo'lsin, aldılan o'quvchimiz deb qo'ydigan bir eskartmadan birisi har qanday bilakning tashlanishiga dalil topilgan vaqtida tashlanadi. Tashlashni taqozo qilgan omil paydo bo'lgan vaqtda tashlanadi. Endi tashlangan vaqtda nima maqsad? Grammatikaning gapi. Endi o'zimizning balog'atning ma'noning gapiga kelsak, bu jumlada qaysi xil ma'nolar uni tashlashni taqozo qiladi. Ham bir gapni oldin deb qo'ysa vaqtashlarga kitapta ilingan taşlaş onun için bu ma'noni ifodalaydi, bir necha ma'noni olib qo'ydi. Zikrsi onun için bunun için bir necha ma'noni olib qo'ydi. Taqdim ma'no için ta'xir. Bu hammasi rumuz bunda belge xarakterlik, simvol xarakterlik, misol xarakterlik gaplar. Amaliyotda o'quvchilarimizning bilmoqchi bo'lgan bir nuqtasi bor. Ya'ni jumladagi bir bilakning tashlanishi bekor bo'lmaydi. Jumladagi bir bilakning zikrisi bekor bo'lmaydi. Bir bilakning oldiga chiqishi bekor bo'lmaydi. Keyinga o'tishi bekor bo'lmaydi. Ma'rif keltirish, nekir keltirishlarning hammasining ma'lum darajada bir sababi bor. Deb cümlelerde şu maqsadni mulohaza qilib uzatish kerak. Kitob hemen deprenmeydi. Ma insan oldu bo'lsin. Kitobdagi, masalan, mush kitobda desak, hazfuhuning keyniga cümledeki muslay bilakni tashlash birinchidan al-ihtiroz, taxyil, ihom degandek bir sababni akab qo'yibdi. Bu butun sabab bo'lmaydi bu. Nurg'un sabablar bor. Bu faqat misol xarakterlik olib turib bizga yig'ib beralgan sabablar. Endi biz o'zimiz amaliy shug'ullanish jarayonida, kitob o'qish jarayonida, kitob ko'rish jarayonida, tarjima jarayonida zodi avtorning maqsadi, dig'ichining maqsadi mush bilakni tashlashdan zodi nima ketmoqchi mulohaza qilish kerak. Balkim bu yerda yo'q nurg'un ma'nolarga, nurg'un uqumlarga qana qolaysizlar, ish olasizlar. Uning ustiga bu yerda keltirib qo'yganning hammasi bir nazariy narsa. Amaliyotda biz tashlangan vaqtda chiqadigan uqumni tarjimada ifodalay olishimiz kerak. Nekir keltirgan vaqtdagi hukmni tarjimada ifodalay olishimiz kerak. Ma'rif keltirgan vaqtdagi hukmlarni, maqsadlarni tarjimada ifodalay. Ma'u an balog'at bizga foyda qilgan natijasi bo'ldi, balog'atning natijasi. Unda bo'lganda balog'at yakik bo'lib qoladi, quruq bo'lib qoladi. Balog'at o'qiganning na tarjimaga ahamiyat olmaydi, na oyatni tushunishga, na hadisni tushunishga ahamiyat olmay qoladi. Shunga mayada so'zlangan mazmunlarning kallanglarda faqat misol sifatida kelgan gaplar, bir dalil sifatida kelgan gaplar, change sifatida kelgan gaplar deb qarab, haqiqiy buning amaliy o'zgarish, amaliy ifoda, amaliy qo'llanishlarni o'zinglarningki o'qishlarida, kitoblarida, tafsir hadislarni ko'rishlarida tatbiq qilishinglar kerak. Endi davatida hazfuhu muslayning qana qilinishi, tashlanishi. Bayatning bir gapni deb o'tdik, jumladagi har qanday bir bilakning tashlanishining sharti cho'qim tashlangan bilakni shu jumladagi ma'lum bir dalil paket mayli ma'ni jihati mayli lafz jihati bo'lsin dalolat qilishi bu kalomlarda bo'lsin. Tashlanishining sharti birinchisi al-ihtiroz
anil abas bina'an ala zahir. Amma ma gapni oldin deb qo'shib nima sabab nima desa, birinchi sabab zahirga binoan behudichilikdan saqlanish uchun tashlanadi degan bir gap chiqdi mayda-chi. Nimishqa biz hozir degan gapimiz shu. Har qanday tashlanmoqchi bo'lgan bo'lakning shu bo'lakni dalolat qiladigan bir qarinasi bor. Qarina mushu bo'lak mushayda bor deganni ifodalab berib turadi. Masalan, biz Uyg'ur tilini qarasak ham bo'ladi. Ha, bugun nima ish qilsa desa, maktabga boraymiki? Qarama, bugun maktabga boraymiki deb bugunni demasak bo'ladi. Chunki gap so'z oraliqida tushuniladi. Oy, kim seni urvatdi? Qapiqqa ishib kelgan bo'lsa, kim u desa, Ahmad deblan bo'ldi qiladi. Udi degan gapni demasin bo'ladi masalan. Kim udi desa Ahmad deb qo'ydi yoki bo'lmasa. Ahmad qanday qildi desa udi deydi. Ahmad udi demasin bo'ladi. Tak ishkin chaksak kimkan desa Muhammad deymiz. Muhammad ishkin chakdi demasak bo'ladi-da. Demak, tashlangan bilaklarning hammasininki mayli maqom yoki kalomdan bir qarinasi bo'ladi. Qarina ifodalab turgan, qarshi taraf tushunib turgan bir gapni qoidada akilish bu bir xil nimaga aylanib qoladi? Behudi gapga aylanib qoladi. Shu nuqtadan tashlanadi. Chunki gapning boshiga qaytsak, balog'at degan nima? Balog'atni xulosalasak, yig'sak, qarshi tarafga muddani ifodalash. Qarshi taraf muddani qanchalik shaklda, qanday shaklda tushunsa, shu shaklda ifodalash. Jumladagi bir bilakni tashlab tushuniverdi, bo'ldi, shu. Ba'zi bilaklar ortiq akab qo'yish degan malallikni, zirkishni keltirib chiqaradi, gapning qo'llashmasligini keltirib chiqaradi. Vaqtda kaskin tashlatish vojib bo'ladi. Demak, birinchi sabab zohirga binoan degani atrof, ko'rinish, ahvol, yuz berayotgan hodisa uni ifodalab beryapti. Mushunga binoan gapning o'ramiga binoan yuz berayotgan bizning real hodisalarimizga binoan tushunib turadigan bo'lg'achqa yerda kalomni qaytadan akilish behudilik bo'lib qolmasin deganlik tufaylidan tashlanadi. Ya'ni tirnoqning ichida zohir degan narsalarga tushuntiryapti. Ya'ni mahzubga dalolat qiladigan bir qayni baliqqa binoan normalda tova insonni yomon hojiz yoritib ekan, bak bechora ekanmiz desak, mush jumlada yoritib ekan degan jumlaning egisi kim u? Alloh. Nimishqa bu yerda tashlab o'tamiz? Chunki biz musulmon bo'lishimizdan har birimizning kallasida shu hukm borki, yaratish degan fe'l Allohning g'ayriga mangmaydi. Shu tufaylidan biz bu yerda Alloh insonni hojiz yoritib ekan demasak bo'ladi. Qarina va masalan keltirgan maktabning o'zida yo'ti va yamna desa birdo ba'maydi degan gap xalqalloga birdo xalqalloga ba'maydi. Kim birdo kim ba'maydi shu Alloh birdo Alloh ba'maydi. Bu hukm iniq hukm bo'lg'achqa ashta ifodalansa bo'ladi. Masalan Qur'oni Karimda malaikalar Ibrohim alayhisolatu vasallamning qishig'iga kelib xabar berib sening bir o'g'lon bo'ladi degan vaqtda Ibrohim alayhisalom ayoli qanday qildi? Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Ya Allah, nima kun bu? U qirib qolgan mo'moyman deydi bu yerda. Lekin iborat o'zida va qalat ajuzun aqim ana yo'q. Nimishqa gap kim haqida bo'lyapti? Tug'digan shu ayol haqida bo'lyapti. Unda olgandan keyin malaikalar xabarni balang bo'ldi desa, shu bola degan ayol kishi tug'di. Ayol kishi yo mushu tug'ib bilan qirib qolgan tursam deb gap o'zi haqida bo'layotgandan keyin men ajuzun aqim demisimi bo'ladi. Shu tufaylidan ana qanaqa qilingan ma'runda tashlangan. Endi ويستدل على المحذوف من المعنى الذي لا يتم إلا بمراعاته. Taşlanıp ketken tarafga ma'nodin ya'ni shuningga rioya qilishdan to'liq bo'ladigan ma'no, shuningga rioya qilmasdan to'liq olmaydigan taraflar bilan dalil keltiriladi. Ando'g'andan keyin bu yerda muslayni qana qilish, zikr qilish habas hisoblanadi. Chunki qarina shuningga dalolat qilganligi uchun. Va sami uni bilib tursa, chunki balog'atning maqsadi domiq degan avatimiz qarshi tarafga tushuntirish, muddaoimizni yetkazish. Qanchalik iboratlar yetkazilsa, iborat yetkazilsa bo'ladi. Bu yerda tashlatsak, tushunadigan bo'lg'achqa tashlataveramiz degan gap. Bu birinci sebep. İkinci sebep tahyil udul ila aqwa dalilayn min al-labsi min al-aqli wal-nafsi. Odatda bir ma'noni ifodalashda qarshi taraf
aqli bilan mi demasakmi tushunadigan bir hukmlar bor. Biz deyish orqali, gap orqali tushundiramiz. Ba'zida biz demoqchi bo'lgan shu gapni qarshi taraf aql bilan tushunish imkoniyatimi bor. Biz deyish orqali tushunish imkoniyatimiz bor. Biz endi muslayni tashlavatgandan keyin qarshi tarafga shunda bir tuyg'uni birish ifodalaymiz. Tuyg'uni birishni ifodalaymiz. Shuni olib turishni deyotdi. Tahyil udul ila aqwa dalilayn min al-aqli wal-labz. Ya'ni qarshi tarafni ikki dalilning kuchliroqiga chiqishni xiyol qildirish, ya'ni ilhom qilish, mayli aqldan labzdan bo'lsin. Qarshi taraf umumiy qurilmalarga qarab turib yoki o'zining aqliga qarab turib shuni oladigan bir xil holatni tuysin, shunda holatni xiyol qilsin degan bir maqsadda mutlaqan tashlanadi. Masalan, shoirninki, masalan demakchi o'g'anamda qarshi taraf cho'qim bir narsa tashlangan qaragan vaqtda labzdan dalil va yoki aqli dalil va deb aqlni ishlatadi, labzlarni ko'z yugurtadi, bir xil jumlalarni taxmin cho'nqur tushunish fursatiga erishadi. Ma xil maqsad tufaylidan tashlanadi. Masalan, shoir qalali kayfa ant qultu alil sahrun daimun va huznun tawil degan o'rinda va huznun sahrun ana sahrun da yoki ana alil dedi. Qultu alil. Nimishqa alil dedi. Desa, bu yerda bir necha xil sababni akagil bo'lishi mumkin. Maqom tarovgandan chunki bu og'riq odam. Maqom tarovgandan keyin gap qilgisi kelmay, ahvolim qanday desa, kesal. Men kesal. Bunda maqom tarovganlik uchun lidoyqil maqom deb bayon qilsak bo'ladi. Yoki savolda kayfa anta deb anta o'g'achqa shuning qarinisi bilan alil deganga hamla qilsak bo'ladi. Yoki bo'lmasa u sababdan demay, birinchi sabab olib zohirga binoan abasdan saqlanadi. Shuning uchun bu yerda aqlan yoki lafzan uquladigan bir xil imkoniyat bo'lg'achqa anana deyish behudachilik deb ma'noni saqlashunda bir necha xil sabab bayon qilsak bo'ladi. Har holda bir necha xil ehtimolga kallamiz yuguradi bu yerda. Bir necha xil ehtimolni xiyol qilamiz. Avmudu, ma'mudu deydigan kallamizda yugatish ahvollari bo'ladi. Shu tufaylidan bo'lgan ahvol. Shuningcha bu yerda kasbi abasdan saqlanish uchun bo'ladi. Undan boshqa uchinchi sabab jumlalarning jumladagi muslilayninga tashlanishninki uchinchi sababi sami'ning diqqatini sinab baqish, qarin chiqqan vaqtda diqqat qilgan miqdorni qanchalik diqqat qildi. Odatda o'zalik dars o'tib ketib bir o'quvchidan sal g'aflatni his qildik yoki diqqat qilmaslikni his qildik. Biz gapning yerimini demay, nima shunday bo'ldi deb qo'yib tashlangan bilakni. Ba'zi vaqt demak bu nima desa qarshi taraf diqqat qildimi, qilmadimi, qanchalik diqqat qildi. Gapning bosh oyoqqa diqqat qilgan bo'lsa, bizning gapimizga shu vaqtda shu sabab tufaylidan tashlansa bo'ladi. Masalan, nuruhu mustafadun min nurish shams. O o'zining nurini quyoshning nurini oladi desa, qarshi taraf gap so'zga diqqat qilib turgan bo'lsa, agar ziyrak bo'lsa, gapning temining bizning paranglashayotgan teminingki oldi keyniga diqqat qilgan odam bo'lsa, bizning gap temimiz quyosh haqida bo'lyotidi. Oy haqida, odatda oy o'zining yorug'ligini quyoshdan oladi emasmi? Bu nuqtalarni darhol tushunib, deb tushunalaydi. Unda bo'lmaganda darhol nima o'zining nurini yorug'ligini quyoshdan oladi deydigan bir savol chiqdi. Ma'no qarab turib biz qarshilab diqqat qildimi, diqqat qilmadimi degandek bir natijaga erishimiz shu sinash narsa emas. Huwa wasitatu aqdil kawakib desa, bu planetlar orasidagi bir vosita deb. U shu oyning bir nimasi hamda sifatlaridan birisi. Demak, ikkili misaldagi maqsad oy. Ya'ni mushuni tashlab o'tishimizning sababi qarshilab diqqat qildimi, qilmadimi, mush nuqtalarni qanday qilish, imtihon qilish. Bu bir sabab. Undan boshqa endi yomon katta odamlarni tilimizga og'imiz yo'q, yoki elishdan qo'rqimiz, yoki yomon nachar odam. Unda go'yilni tilimizga og'imiz yo'q. Ya tilimizni undan saqlash, ya uni tilimizni saqlash uchun. Ya'ni ihon savnihi an-lisan, ihon degan bir gap bor, amaliyotda tildan saqlaydigan unday yo'q. Lekin qarshi tarafga
Onu senin tilingdan saqlash yoki seni sening tilingni uningdan saqlash vahmisini bilishligini u odamning yo qattiq katta odam ekanligini ifodalash qarshi tarafga yoki qattiq past odam ekanligini ifodalash. Katta odamki ig'zimga olmayman degandek tuyg'uni berish yoki nachar odamki ig'zimga olmayman degan tuyg'usini berish uchun muslimlar qanday qilindi tashlanadi jumlalarda. Yani tırnaqning ustiga qarasanglar, sening tilingni uningdan saqlash. Yani sening tilingdan saqlanishda ta'zimanla u kattadan bo'lgandikin sendek bir oddiy odamning tiliga 50 bo'lmaydi. Bu bir maqsad. Masalan, mufarrijun lil karb desa, balo qazoni, mushaqqatlarni ochquchi. Bunun Allah maqsad. Yoki til odamning saqlanadi, uni haqoratlashidan. Summun bukun umyun desa, o gasgaç qaraq go'ylar degandek bunda bir shaklda. Demek bu yerda muslimlar tashlandigini shu hum summun bukun umyun. Demek ki mushtabir sabablar bor. Odatda laymun deb kelsa, falan pes qo'y deb qo'ymas. Ism tilga olmaymiz, unda qo'yning ism tilga atgimay. Da birisini gapini qilib, "Mayt nacharamdi." Bizning Uyg'ur tilimizdan bog'li bu haqda. Men nimba yerdiligi bo'ldilar ism tilga olmay Nahaydi nachar go'ydin birisi var. O bunda qipte tülügön deydi. Demek şunchilik nacharligidan tilimizga ilish qilib qanaqa qilmaymiz endi ko'nglimiz ko'tarmaydi. Bunda bir ahvollar bor demekçi. Ondan keyin yana muslimlarni tashlashning yana bir sababi ehtiyoj tug'ilgan vaqtida inkorni hosil qilish uchun. Biz ismini tilga olmasak, muslimni tilga olmasak, vaqti kelsa gapni yengishli qiladi. Masalan, nazlun la'im, bas deb qo'ysak, kimdir ungoy deb kelsa, men sindimidim, duo qilindi. O amaliyotmi, biz normalda qo'llaniladigan uslublar bu, chaqchaqmi, nega qilib qo'ysak, kimni da'vat desa, men sindimidim deb yana duo qilinadigan gap. Inkor qilish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni siz maqsadga dalolat qilgan qarin turgan vaqtda siz zaytni iroda qilganligingizni inkor qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siz faqat amrni uni g'ayri iroda qilib turib olasizlar shu vaqtda. Yumkinuka inda qiyamul qarin dalal maqsad dalolatdan qayd turgan vaqtida siz o'zingizdan zaytni inkor iroda qilganligingizni inkor qilib faqat amr yoki uni g'ayri inkor iroda qilganligingizni deb olasizlar u yerda. Ana uni demedim men falan demedim duo qilindi. Ma maqsadda. Ondan boshqa uni muayyan bo'lganlik uchun ta'ayyunu degan gap muayyan bo'lganlik uchun masalan alimul g'ayb va shahadasi real dunyoni g'ayb dunyoni bilguchi desa hammadan biladigan bir shu kim u g'ayb va dunyo real dunyoni bilguchi Alloh u ini qo'yganlik uchun tilganmaymiz yana birisi muayyanlikni da'vo qilish ini bu ish degandek bir xil tuyg'uni bilish uchun al hasibun nasib desa ma'italik hurmatlik martabalik nasibi yuqori bunda ifodalaymiz kim u amadan bilmamsa shuni degandek-chi odatda falan katta ustoz kim bo'lsa shuni o'qimamsa tövbe uni o'qimasang sen bu jamiyatda yashamabsizmi degandek bir xil iddao bo'ldi ya bizda bir ishlarni mubolag'a qilish uchun shunday ahvollar demak endi yuqori necha misol oldi hisobda muslimlarning tashlanadiganligiga birisi ihtiroz yana birisi taxyilul udul yana birisi ixtibor tanabbuh sami yana birisi iham sawnihi an-nisanik aw aksi yana birisi ta'attul inkor ta'ayyun idao ta'yin 8 misol keldi amaliyotda misol bundan ko'p agar o'ltirsak masalan desa yuqorqi misollardan boshqa biz gapni yushruq qilish uchun da bir nechadan baqishimizda ma'lum birisiga voy tugdimi deb qo'yamiz. Hal intahat deb qo'ysak, ha tugdi deydi. Bu yerda men bu muslimlarni tilganmayman, u muslimlarni tilganmaydi. Maqsad nima? Atrofdagilarni qanaqa qilib yushirish. Ha, keldimi deyman. Ha, keldi deydi. Ishimizni qilamiz. Maqsad nima? Men bu gapni boshqalarga yushirish. Bunda maqsadlarimiz bor bo'ladi hamda. Ba'zi vaqtda fursat ketishdan ansirab gapni tez qilamiz deb muslimlarni tashlatgan hollar aqallisi nishonlab turgan vaqtida masalan kiyiklarni endi voy kiyik keldi al kiyikni ot deb tursa qochib ketdi u kiyik deydigan gap zaka kiyik yoki tilka g'azal degan o'rniga kiyik deydigan gap muslimlar tashlanadi chunki fursat intayinlimi qisqa masalan undan boshqa muslimlarning tashlanishda ba'zi bilmaganlik uchun tashlanadi Bazı onun ensirab tashlanadigan ahvollar bor. Masalan, uni deb qo'ysak, masalan, Muhammadni birisi uribdi qattiq. Biz ham jumlada
payını taşlab o'tib Muhammadni uribdi deymiz endi. Normal mushlar ishlatamiz biz odatda Uyg'ur tilida. Bu yerda Muhammadni Ahmad uribdi demaymiz endi. Nimishqa Ahmadning qisas elishini qo'rqimiz. Muhammadning aklari berib Ahmadni yasab qo'ydi. Shuni Ahmaddan ansiraymiz. Ahmadning ansirab shuni demaymiz. Yoki Ahmadning o'zidan ansiraymizki deb qo'ysak Ahmad kelib bizni sab qo'ydi. Go'yimish qilib ismini chiqarib qo'ydi unda. Mana bir sabablar bor. Yoki aniq bilganlik uchun yoki bo'lmasa haqorat undan aslida bir xil tilga amma demak har xil nimalar bo'ladi. Hammasida bir sabablar bo'ladi. Faqat deganimiz bir necha misol shakl degan sabablar undan boshqasini o'quvchilarimiz shu nima qilishi yanada amaliy kitobni oldiga kelgan vaqtida qana qilsa bo'ladi. Shu ma'nolarni oldiga keyinga qarab shu ma'nolar deyilayotgan maqomni kuzatib mushlarni farqlansa bo'ladi. Lekin bu yerda o'rtaq bir muhim gapdan bir savol, mayli qaysi sababdan muslay tashlansin, buni cho'qqin bir nimasi bo'ladi, qarinasi bo'ladi. Mayli o yuqoridagi sabab bundan tilg'anilmagan boshqa sabab bo'lsin, hammasida tashlangan bilakning bir qaynisi bo'ladi. Ham bir gapni yana qo'shib qo'yay. Biz hozir ma hazbuhu deganni muslayning babida turib so'zlayapmiz. Ya'ni muslayning tashlanishida. Amaliyotda mushu sabablarning hammasi musnatga keladi. Maf'ulun bihga keladi. Jumladagi har qanday bir bilakni tashlashqa mush sabablarning aynısini qanday qilsak bo'ladi, akelsak bo'ladi. Agar o'quvchilar mushuni shu taraflarga o'zlashtirib qanday qila olsa, salol tatbiq qila olsa, biz kitobning musnatning babida kelgan vaqtida, mutaalliqatul fil kelgan vaqtida matrafni, magapni qayta so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Esingizda bo'lsin. Jumladagi bilaklarning hammasining xususiyati muhim, nomuhimlikdan boshqa taraflarda, muhimlikdan va oddiylikdan boshqa taraflarda xususiyatlari tamamen o'xshash. Jumlaning ikki bo'lagiga qo'llanilgan uslublar xabar bo'lagiga tamamen qo'llansa bo'ladi. Hatto ikki xabardan boshqa qo'shimcha maf'ul bilaklar, mayli maf'ul bihi olsun, fihi olsun, lahu olsun qo'llansa bo'ladi. İfadelengen maqsadlik ma'nolarmi asosan shuningda o'xshash qanday qilindi, qo'llanib ifodalansa bo'laveradi. Faqat jumlaning asli qurilmasidagi ma'noning bog'liqlik tarafidan boshqa, unda ko'riladigan ifoda ta'sirlari tamoman o'xshash. Shunga bugun muslayning hasbisini o'qigan bo'lsak, biz keyingi darslarimizda musnatning hasbisiga boramiz. Mushu hasbidagi butun sabablar shu musnatning o'zida ham tepiladi. Ham hozir o'qimoqchi bo'lgan zikruhu deganimi muslayning zikrlari musnatda tepiladi, yana birisida tepiladi. Bundan keyin o'qimoqchi bo'lgan tahrifuhu, tankiruhu, ta'khiruhu, taqdimuhu deganlarning hammasi musnat ilayda qanday ma'ni jihatga ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa, jumlaning boshqa bo'laklarida shu xildagi ta'sirini ko'rsatadi. O'quvchilarimiz ma'ni qanday qilish kerak, bilib olish kerak, qalbi saqlash kerak. Davomli askarda turmang inshaalloh. Shuning bilan bugungi darsimizning birinchi mazmuni, ya'ni muslayninki zikrisi, nima hazbisi ahvollari oxirlashdi. Endi biz bugungi darsdagi, ya'ni muslayninki ikkinchi holati, zikruhu degan voqea keldi. Tabiiyki muslayning jumlada tilga elinishi degan gapga asli boshqa gapga. Chunki jumlada butun bo'laklarning tilga elinib tashlanmay kelishi bu asli. Madam shuni tashlashni taqozo qiladigan bir taqozo bo'lmaganida, shuni tashlansa bizga ifodalab beradigan bir qarina bo'lmaganida, jumlada har qanday bilak aslida normal tilga jumla deganning egisi bo'lgan jumla va jumlaning xabari bo'ladi, jumlaning mutaalliqatul fi'llari bo'ladi. Hammasi normal tilga elinish asli qoida. Asli bo'lganlik uchun tilga shuni deyapti. Ve yakun dawa'i at-taliya. Tüendeki sebepler tüpeylidən buludu. Birinciden zikri asli, onundan çıkışını taqazza qiladigan taqazza yok. Yani onundan çıqqan vaqtda dalalıqdan qayni yok. Biz hazbinin babida dalaldık ya. Cümledeki ma'lum bilak bekor tashlanmaydi. Cho'qim tashlashni taqozo qiladigan bir qarini va dalil va tashlashsak ifodalangan ma'lum bir ma'no va ana shu dalillar, shu qarinalar, shu talablar yo'q bo'lgan vaqtida tabiiyki nima tashlaymiz u yerda? Jumlada asli qoida tashlanmaslik qoida. Tabiiy qana qilinmaydi, tashlanmaydi. Ya'ni birinchi sabab nima bo'lmaganlik uchun talab yo'q. Asli bo'lganlik uchun shunga muslay jumlada tilga ilinib zikr qilinadi. Bu birinchi sabab. İkincisi da'fu ta'wil alal qarina. Yani bu ikkinchi sababimiz biz burun degan divagan bir gapimiz bo'tdi. Jumladagi har qanday bilakni tashlanish
qarina asosida bo'ladi, talab asosida bo'ladi deb. Qarina olganlik uchun tashlaymiz, qarina talab qilganlik uchun tashlaymiz. Endi jumladagi shu muslimlarni tashlashni taqozo qilgan qarina ojiz. Biz bunga tayniblam tashlab qo'ysak, balkim qarish taraf muslimlarning tashlanganligini bilinmasligi mumkin, tushunmasligi mumkin. Bizning qarinimiz rasmiy qarina bo'lishqa muslimlarni rasmiy ifodalashga yetmaydi. Maqil ahvoldan qo'rqib muslimlarni tashlamaymiz. Shunda o'tdi qarinaga asoslanish ojiz bo'lganlik. Ya'ni ehtiyot qilganlik tufayli. Buni agar xuloslash to'g'ri kelib qolsa, ehtiyot usulidan muslimlar qanaqadan tashlanmaydi. Masalan, Zuhayr ni'mal hakim desa, biz shu gapni burun bir qitim Zuhayrning gapi o'tdi. İza sabaqa lana zikru Zuhayr. Zuhayrning gapi o'tdi. Ama anglag'uchining vaqti uzrab ketdi. Masalan, biz bir so'rinda gapni qilyapmiz. Muhammadning gapini hozir qildim. Necha minut ichida ya'ni u bunda qilgan deb desam bo'laveradi. Chunki Muhammadning gapi endi o'tdi, qarshi tarafning kallasida bor, gap boshqa yoqqa ketib qolmay. Ammo 1 soat ilgari yoki yarim soat ilgari yoki 5-6 minut ilgari deb gap uzrab ketgan, balkim qarshi tarafning kallasida Muhammadning gapi chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Unutib qolgan bo'lishi mumkin. Agar men gapda muslimlar tilganmay, voy bunda qilgan deb, voy kim buni qanday qilgan deb mening gapimdan maqsadini tushunolmasligi mumkin. Ya'ni qarina uningga yetarlik emas. Bunday ahvol ostida muslimlarni qaytadan tilga elib, yana burun bir qitim o'tib bo'lgan bo'lsa-mu, anchunla qurashtiramiz. Bir sabab. Uchinchisi, muhsamining dötlikini qana qilish o'ziga bildirib qo'yish askarchi. Odatda bizning so'z paranglarimizmi qo'llanamiz buni. Bugun kim kelibdi desa, shuni o'qimaydigan. Bugun vaqo qara, aslining akang vaqo, Muhammad shu kelibdi deb do'q qilib qo'yamiz-ku. Bu yerda asli akangiz kelibdi yoki palani kelibdi yoki bo'lmasa kelibdimi desa, kelibdilar deb qo'ysak tugaydi desa normalda. Ammo biz anaga shuni o'qimaydigan degandek bir xil do'q qilish ustidan bugun palani kelibdi deb bunday do'q qilib qo'yamiz-ku. Masalan, mayli keltirgan misoldama Hisham mundaq dedi deb deymiz. Nimda Hisham nimda dedi desa, Hisham mundaq dedi. Do'qib qo'yamiz. Akam nimda dedi desa, akangiz mundaq deydi desak, aniga xuddi shuni o'qimaydigan degandek bir xil tuyg'uni birish uchun amaliyotda akam nimda dedi yoki Hisham nimda dedi desa, mundaq dedi deb beg'azamsak bo'lgan nima Hisham? Chunki savolni Hisham bo'lgach javob berganimizdak bo'ladi. Lekin javobni ataytan Hishamning ismini olganligimiz, muslimlar atayan ekanligimiz qarshi tarafga bir xil zarba. Üçüncüsü, texmi izahlash, texmi mazmunni taqrir, muqarrarlashtirib mazmunni bekitish uchun. Masalan, oyatda ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Oyatning 5-da ulaika bo'lgandan ikkinchi qatim ulaikani tilga olmasmi va humul muflihun desimi bo'ladi. Anbiyada ulaikani qaytadan akilish, chunki mu'minlar oyatning 5-da tilga olgandek 5 sifatlangan odamlar mu'min bo'ladi. Alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal lil muttaqin naqulab alladina yu'minuna bil g'aybdan boshlanib va bil oxirati hum yuqinun gacha mu'minlar sifatlangan bir sifat bor. Undan boshqalar xamxiyal aylanmasin. Faqat haqiqiy Robbidan bo'lgan hidoyat ustiga manganlar, nijot topadiganlar anna ashullah deb bir xil gapni bekitish, boshqalar xiyol qilmasin, ham xiyol qilmasin degandek tuyg'uni birish uchun ularni qayta kelib anna ashula xuddalik sinfda biz yashanba kuni imtihondan o'tganlarni rihlaga chiqamiz, ya'ni sayohatga olib chiqamiz. Shu imtihondan o'tganlarla yashanba kuni kelsin desak, mush jumlada birinchi qatim imtihondan o'tganlarni olib chiqamiz sayohatga deb bo'lgandan keyin yashanba kuni kelsin deb tugaydi. Lekin masalani muayyanlashtirib boshqalar kelmanglar, ashulalar kelsin degandek texmi izohlash, texmi muqarrarlashtirish uchun qaytarilgandi. Ondan başqa 4-cü səbəbdə bir qancha xil səbəbni bir yerə əkib ötübdü. Ta'zim aşkarlash yoki ahonat qilish. Masalan, buna deganlik shu odamning ismi normalda boshqalarga buyuklik tuyg'usini, kattalik tuyg'usini beradigan bir xil ism. Ismni olgan amallar hamma ularning hurmati qo'zg'ildigan ism. Mana shaklda ismni qayta tilg'alash boshqalarning oldida bir xil uning buyukligini ko'rsatish. Yoki uning ismi tuvallik yoki boshqalarning nazarida tuvan bo'lib qolgan, boshqalarning tuyg'usida tuvanlik hukmini beradigan, ya'ni shu odam boshqalar ko'zga ilmaydigan odam bo'lsa, uning ismini qayta tilg'alash. Masalan, normalda biz birovni
Aytmoqchi bo'lsak, bizning mahalladagi yoki jamiyatdagi eng tuvan bo'lib, tunib qolgan ba'zi ismlar bilan qanaq qo'yamiz, atab qo'yamiz masalan. Garchi o ismlarni tuvan emas, lekin balkim shu mahallada eng tuvan qolgan odam bo'lishi mumkin. To'xtaxon degandek-chi, bunda odatda gapni deb qo'ydik odatda. Garchi o ismda tuvan bo'lmasa-mu, ashta bir ismning xarakteri ya büyüklük yoki tuvanlik xarakterini ep qolgan bo'lsa, shu ismni qayta-qaytiliq qilish, uni yo büyütish uchun yoki qana qilish uchun, ahanat qilib tuvanlatish uchun. Masalan, ismni oshkorlash, Sayfuddavla keldi deb javob beramiz. Amirul Mu'minin keldimi deganning javobi. Amir keldimi desa, Amir keldi desa normal gap bo'ladi. Sayfuddavla keldi desa, Sayfuddavla desa, shu vaqtning o'zida qattiq dong qazanib, ismning o'zimi davlatning qilishi deb qo'yilgan bir taxallus. Ham shu odamning ismi hammaning og'zida donglanib ketgan bir odam. Amir degan taxallus qilgan vaqtda ism boshqalarga nisbatan katta tuyg'uradigan bir xil holat shakllanib qolgan bo'g'achqa ismni tilg'ilish, muslay tilg'ilish deyiladi, ta'zim ifodalaydi. Ahanatni ifodalash, izhorul ihanatni ifodalash, o'g'ri keldi deymiz. O'g'ri keldimi desa, ha o'g'ri keldi deb. O'g'ri keldimi desa, keldingiz bunga gap. Ha o'g'ri keldi deb qo'ysak, bir xil qayta bunday holat. Amaliyotda o'g'ri palani keldimiz keldi deb javob beramiz, odat normal. Lekin uning ismini qaytilg'irib keldi o'g'ri. Mana biz Uyg'urcha ifodalasak endi ha keldimi desa, keldimi o'g'ri desa, ha keldi o'g'ri deb bunda. Keldi o'g'ri deb ap qo'yamiz-ku, bir xil ahanat, bir xil tilvelish degandek maqsad tufayli. Ondan keyingi sabab tabarruk bi zikrihi aw istilzazihi. Hammalar bilamiz, har bir odamning qalbida bir xil buyuk kishilar bo'ladi. Buyuk kishilarning ismini tilg'ilib olsa, odam bir xil cho'ng o'ziga bir xil huzur bo'ladi-da, mushtaq bir ahvolda yursin. Masalan, biz odatda normalda Allohni eng buyuk ko'ramiz. Bizning xoliqimiz shundami? Allohu Robbi, Alloh hasbiyalloh va ni'mal vakil va ni'man nasir. Odatda normal insonlar o'tirishga bo'lgan aloqalarda jamiyatda hammadan intiladigan bir cho'lponlar bo'ladi. Yoki jamiyatda hammadan intiladigan katta olim ulamalar bo'ladi. Hammadan qoyil siyosiy yo'llar bo'ladi. Biz o'zimizga munosabatli bir tarafdan palonni tilga uchirib qopdi. Ma palonni tushkalasimim deb mundalaqa tilg'ilib bir xil o'zimizni bunda bir qilib olamiz-ku. Ashuni o'zi tabarruk bo'ladi mundalaqa bir xil. Lekin shu orqali bir xil endi aniqroq desam, huzurlash deganimiz biz yaxshi ko'radigan bir odamlar bo'ladi. Masalan, o'g'illar qizlarni yaxshi ko'rib qoladi, qizlar o'g'illarni yaxshi ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rib qolgan odamning ismi, yurti, mahallasigacha odamga bir xil yaqinlik tuyuladi, qayta tilqog'is keladi. Birovdan shunday ism olib qolsa, qayta ko'zlig'is keladi. Mushlarning hammasida muslayni tilg'ilish, bir xil barakat izlash, ya'ni cho'ng bilib olish, tabarrukdan cho'ng bilib olish, yana birisi bir xil huzurlanish, bunda bir xil ko'ngil tatqinlik uchun maqsadni ifodalaydi. Masalan, bayatning degan misollarimizda. Ondan boshqa bir misol bastul kalam haythul isgha, masalan, istilzozning misoli qoptig'u, istilzozning misolida bir she'r vatdi. Ya zabiyatul qa'i qulna lana alayla ya min kunna am layla min al-bashar. Maşirda bizning mahbubini maqtab, ey kiyiklar. Tapaqma mening Laylayim siladinmi? Ya'ni Laylayim shunchalik go'zalki, uning ko'zlariga qarasam kiyikdeklar. Layla adammasmi deb qolaman. Am layla min al-bashar. Ya layla bashar. Qaranglar, alayla ya min kunna bir jumla layla tilganida, ikkinchi jumlada am layla min al-bashar. Yoki am hiya desam bo'lgan nima? Yoki am deblar min al-bashar desam bo'lgan gap. Qayt-qaytilg'ilishi bir xil laylaning ismini qayt-qaytilg'ilish orqali bunda o'zini qana qilish, ko'nglini xo'sh etib olish. Shu maqsadlar. Undan keyin quloq solish talab qilingan vaqtida gapni uzatish. Odatda biz yaxshi ko'radigan anglığımız va gap so'zlab qolgan vaqtida gapni qanchalik uzatsak uzata olsak uzatib. Shunday vaqtda muslaylarning hammani tilg'ilib gapni texmoq uzatish. Masalan, ya'ni sami so'zliguchiga samining quloq solish talab qilingan bir maqom bo'ladi. Ya'ni demakchi o'g'lim shu gap shu maqomda texmi bir paranglashib olsam deydigan bir maqom bo'ladi. Masalan, bu Musa alayhisolamning tilidan kelgan buni bir oyati bor. Musa alayhisalom o'tning qishig'i ko'ziga ko'ringan o'tning qishig'i kelgan vaqtida Musa alayhisalomdan so'radi: "Va ma tilka bi yaminika ya Musa?"
Musa qulundagi nima desa, hiya asqaya. So'da emasmi? So'g'andan keyin endi gapni asayada to'xtatib tugaydi. Hiya asqaya atawakkau alayha va ahushu biha ala ghanami. Degandek bir mo'l gapni so'zash uchun har bir jumlada muslayni tilg'alib shu. Hiya deb gapni boshlab, muslayni tilg'ab turib gapni qana qilish uzatish maqsad. Yani bu yerda amida ila basl kalam, yani faqat arada al-itala fil munajat. Musa alayhissalom parangda uzun qilishni maqsad qildi. Gapni texim yeyishni maqsad qildi. Nimishqa bu isg'a matlub bo'ldi. Yani gapi ma qulog'idagi nemu dedi. Nemu degandan, yani nemu deb so'g'uvchi chuqur anglaydi. Bundan keyin chiqroq paranglash bo'ladi degandek. Yoki buni oldingi tabarruk ma'lum qilsak bo'ladi. Yaqin birisiga har holda o'quvchimiz demoqchi o'g'lim bu yerda akab qo'ygan bir necha sabab faqat misol sifatida keltirilgan sabablar amaliyotda bundan boshqa har xil maqsadlar, har xil muddaolar, har xil ma'nolar ifodalanishi mumkin. Faqat buni o'zingizga nisbatan bir ochiqcha hisoblab, yo'l ko'rsatgich hisoblab, texmo izlansak, mushu muslay tilga ilinmasin buldiq o'rinlarda tilga ilinganda yoki tashlanganida ma'lum maqsadlar yo'shilgan bo'ladi. Yana birisi bayatmi deb o'timiz hazfida, bu hazfi zikri bundan keyin o'qimoqchi bo'lgan bu holatlarning hammasi muslayga xos emas, jumlaning boshqa bo'laklaridan topiladi. Ammo bugun biz maktabning tartibida musnad muslay deb ayrılib mangan bo'lg'achqa shu asosda so'zladik. Shuning bilan bizning darsimiz oxirlashdi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.